Assalomu alaykum akalar, ukalar, opa singillar. Andijon ekanimiz pechkamiz. Bo'ylari 1.5 oladi, old orqalari 4 oladi, yonboshlari 4, o'txonamiz 4 oladi. Best kraska variantimiz 1.100 ming, kraska variantimiz 1.200 ming. Agar ikkita olaman deganlarga xayri bor, yo'lini qilib o'tib beradigan yerlarimiz bor. Bitta oladigan bo'lsa, best kraskaligimiz 1.200 ming, best kraskaligimiz 1.100 ming komplet. Keyin 1.25 lik avanligimiz bor, tumaloq variantimiz. Old orqalari 3 oladi, yonbosh 2.5, o'txonasi 4, qolgan yerlari 3 oladi. Kimga qiziq bo'lsa katta xonalarga. Kemononimiz bor. Bo'ylari 1.30 oladi. Old orqa 4, yonboshi 2.5, o'txonamiz 4 oladi. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Bular ham 1.550 mingdan komplet. Hamma yo'q ichida kraska, turba cho'yanlari. 10 sm chiqqanim bor. Buni ham bo'yi 1.30 oladi. Old orqasi 4 bo'ladi. O'txona chiqqan yeri ham 4 oladi. Mana shu yerlari ham polni. Hamma yo'g'i. Bularimiz narxi 1.600 ming so'm. Komplet. O'choqligi kerak deydigan akalarimizga, opalarimizga, singillarimizga o'choqligi ham bor. 1.30 oladi bo'ylari. Old orqa 4, yonbosh 2.5, o'txonalar chiqqan hamma yeri 4 lik bo'ladi. Bularimiz narxi 1.750 ming so'm. Kraskasi ichida. Best kraska kerak deydiganlarga 1.700 mingdan turbacho'yani qilib beramiz, ichida bo'ladi. 1.5 liklar kerak deydigan bo'lsa, kichikroq variantlarimiz ham bor. Old orqasi 4, yonbosh 2.5, tumshug'i 4 bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, hamma variantimizdan bor. Bular narxi 1.5 million so'm komplet. Keyin 1.15 liklarim bor. Shirokki variant. Eniga ham, mana uzuniga ham. Bular narxi 1.600 ming so'm komplet, kraskasi ichida. Keyin mana 10 sm ligim bor, 1.5 ta. Kimga qiziq bo'lsa, ovqat choy poqisa bo'laveradi. Bular narxi 1.300 mingdan komplet, kraskasi, turbasi ichida. Keyin kapalak fasonim bor. Old orqa 4, bokovoylar 2.5 bo'ladi. O'txonamiz 4 bo'ladi. Katta uylarga, yangi solgan uylarga, zamonaviy pechkalar kerak deydigan bo'lsa, men maslahat tavsiya qilaveraman. Katta uylarga o'ta go'zal chiqadi remontda. Bular narxi 1.800 ming so'm. Kichikroq variantlarim bor. Bir xonaliklarga deganlarga, mana uchovi bir xonalikka. O'choqligim chiqqani 1.200 ming so'm, mana ularning 1.850 ming so'm. 850 mingga 1.200 ming so'm. Uchlikda bo'lgan, tumshug'i 4 lik bo'lgan. 2 xonalikka so'ragan mana bunaqa go'shat pechkalarimiz bor. Tepasi 8, yonboshlari 4 oladi. Bular narxi 1.150 ming so'm. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Agar yaxshi tushuntirib bera olmagan bo'lsam, telefon qilsanglar, hamma yo'q telefon orqali tushuntirib, chiroyli qilib beramiz. Keyin titanlarimiz bor. Hammom pechkalar. Kimga kerak bo'lsa, hammom pechkalarimiz bor. 80 talik, 120 talik. 80 taligim 1.400 ming so'm. 120 taligim 1.600 ming so'm. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Hamkorlikda ishlayman deydiganlar ham bemalol aloqaga chiqaveringlar. Qo'zmagi bor akalarim. Yo'lda qilib beramiz. Inshaalloh kelishib olsak, chiroyli qilib narxlarda beraman. Kelishilgan holatda xudo xolasa chiroyli qilib o'raveramiz ishlarni. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol olmasanglar ham, qiziqishga bo'lsa ham so'raveringlar telefon qilib. Vaqt bor gaplashib o'tirgani. So'raverasizlar. Hamma pechkamizdan bor. 70 bo'yi 70 ligidan tortib 130 gacha. O'choqli deysizlarmi, o'choqsiz deysizlarmi, hamma variantimizdan bor. Kimga qanaqa qalinlik kerak deydigan akalarimiz, opalarimiz, singillarimiz qilib beramiz. Qalinlikda ham 4 lik, 6 lik deydiganlarga hamma yo'g'ini. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kraskasiz variantlarimiz ham bor. So'ragan variantinglarda beraveramiz, xudo xolasa. Ikkita olganga bonus yo'lda qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar.